Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, Ütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atseli, Hemze Halid Museb'tek, şir yürek oğlanları. Ebu Sufyan ibn Haris. Ebu Sufyan cennet yigitlerinin katısı. Peygamber aleyhisselam. Muhammed aleyhisselam bilen Ebu Sufyan arasındaki münasebet başkalarda kam uçraydigan alohida münasebet idi. Peygamber aleyhisselam bilen Ebu Sufyan teng demetlik bulup, ular bir ailede çoğun bulgan. U Peygamber aleyhisselamның tağısı Harisning oğlu bulup, Haris bolsa Muhammed aleyhisselamның atısı Abdullahның ata-ana bir qerinişi idi. Hamda yana Ebu Sufyan bilen Muhammed aleyhisselam imildaş bulup, baxtlik inikana bolgan Halime o ikkisini teng imitga edi. Ebu Sufyan Muhammed aleyhisselamның onunğa peygamberlik kelishdan burunqi birga o'ynab cho'ng bo'lgan do'sti edi. U yana Peygamber aleyhisselamga o'xshaydigan kishilarning biri edi. Ular o'tirisidagi bu mustahkam ham kam uchraydigan yaqinlik munosabatini ko'rgan yoki anglagan har qanday bir odam cho'qim Peygamber aleyhisselamga payg'ambarlik vahiysi kelganda Ebu Sufyan uni tasdiqlovchilarning eng avvaldan bo'lishi mumkin deb o'ylash kerak. Biroq amaliyat dal uning aksicha bo'ldi. Peygamber aleyhisselam payg'ambarlik da'vatini oldi bilan o'zining urug' tuqqanlaridan boshlashga buyurilganda ham shu bo'yicha ish ilib berayotganda Ebu Sufyanning qalbida Peygamber aleyhisselamga qarta hasad o'tlari lavildab, ular orasidagi do'stlik dushmanlikka, o'zaro yordamda bo'lish va qarindoshlik yetkazish bo'lsa, qarshi chiqishga, yuz o'rishga o'zgardi. Peygamber aleyhisselam o'z Rabbisining buyrug'ini yetkazishga boshlagan mezgillar dal Ebu Sufyanning Qurayshlar ichida yuz obro'yi bor bo'lgan, chavandozi ham shoirlardan bo'lib qolgan mezgillar edi. U Qur'onni va tilini Peygamber aleyhisselamning ishlariga qarashtirishga, chaqiriqlarga to'sqinlik qilishga ishlatishga boshladi. Qisqasi, u butun qobiliyat va iqtidorni musulmonlarga, islom diniga ziyon solishga qaratgan edi. Quraysh qabilasidan Peygamber aleyhisselamga qarta planlangan har qanday bir suiqasdda, musulmonlarga yetkazilgan har bir aziyatda uning cho'ng to'kpisi, qo'shgan hassi bor edi. U she'rdan iborat iqtidorini shayton tildan foydalanib, tilini Peygamber aleyhisselamni masxir qilishga, uning haqida lavza, tetiqsiz so'zlarni qilishga qo'yib o'tgan edi. Ebu Sufyanning Peygamber aleyhisselamga saqlagan adovati hatto 20 yilga yaqin davom qildi. Bu jarayonda u Peygamber aleyhisselam uchun ziyon soldigan, dushmanlik qildigan har qanday bir fursatni qo'ldan berib qo'ymadi. U bu qilmishlari bilan cho'ng gunohlarni o'tkazdi. Makka fath qilinishdan ozroq ilgari uningga islomga kirishdan iborat bu buyuk ne'mat bitildi. Uning islom keltirishida tarix kitoblarida daston bo'lg'idek bir ta'sirli jarayon bo'lgan edi. Buni Ebu Sufyan mundoq bayon qildi. Islom kuchayib, hatto Makkani ishg'ol qilish uchun Muhammadning Makkaga keldiganlik xabari menga yetganda, beshimga g'am teg'i yiqildi. Zimin menga tortuyilib, nagi berib, nada turishimni bilmadim. Shu holda o'z-o'zimga qayerlarga borarman, kimlar bilan do'stlashib, kimlar bilan yasharman deb ketdim. Men ayolim va bolalarimga sizlar Makkadan chiqish tayyorligini qilinglar. Muhammad kelishga oz qoldi. Navoda ular meni tutib olsa, shaksiz o'ltirilman dedim. Ular menga Arab millati va boshqalarining Muhammadga bo'ysunganligini, uni himoya qilganligini ko'rmayapsan. Sen tegicha uning bilan qarshilashib yuraveramsan. Sen aslida uning dinini kuchaytirgan, yordam beradiganlarning avvali bo'lishing kerak edi, deyishdi. Qisqasi, ular meni Muhammadning diniga qiziqtirdi. Buning bilan hattoki Alloh mening dilimni islom uchun ichibatdi. Men shu chaqning o'zida xizmatchi mazkurga bir ot va bir to'yga tayyorlashga buyurdim va o'g'lim Jafarni ilib Muhammad bor yerni nishonlab yo'lga chiqdim. Men uning Makka bilan Madina oraliqidagi Abwa degan yerda ekanligini anglagan edim. O'g'lim bilan ikkimiz birarsining meni tunib qilib
Men Muhammad bilan uchrashib, uningga iymon keltirishdan burun meni o'ltirib etishdan ansirab, yuzimni yuyib oldim. Uning qo'shini bo'lsa, Makka tarafga qarab ilgirlayotgan bo'lg'achqa, men o'zimni ular bilan to'qirishib qilishdan qochirib mangdim. Dal shu chaqda payg'ambar alayhisolamning saf ichida kelayotganligini ko'rib qoldim-da, darhol uning oldiga berib yuzimni ochdim. U meni ko'ribla boshqa yoqqa qarab oldi. Men shu yoqqa o'tdim. U yana boshqa yoqqa qarab oldi. Bunda qilish bir qancha qidim takrorlandi. Men bu yerga kelguncha mening islom keltirmoqchi bo'lganligimdan payg'ambar alayhisalom va uning sahobalari cho'qim suyundi deb o'ylagan edim. Lekin payg'ambar alayhisalomning mendan yuz o'rganligini ko'rib, uning sahobalarining hammasi mendan yuz o'rdi. Abu Bakr menga uchirgan edi. Umu qattiq yuz o'rib qaramadi. Men amalsiz bo'ynimni qisqan holda Umarga qaradim. U menga Abu Bakrdan o'ta qattiq yuz o'rdi. Hatto uning kishkirtishi bilan bir ansori: "Ey Allohning dushmani, sen payg'ambar alayhisalom va uning sahobalariga ziyon solgan eding. Sening askiligingni hamma odam bildi" deganicha ovozni qo'yib berib, menga til ahonat yog'diribdi. Boshqalar bo'lsa, menga g'azabli ko'mishatdi. Menga qilingan bu haqoratlardan xo'shallanatdi. Men tag'am Abbosni ko'rib, uningga yalvirib: "Ey tag'a, men payg'ambar alayhisalomga tuqqan ham qavmim ichidagi martabali kishi bo'lganligim uchun mening islom keltirmoqchi bo'lganligim cho'qim payg'ambar alayhisalomni xo'shal qildi deb o'ylagan edim. Bo'layotgan bu ishlarni sen ko'ryapsan. Sen payg'ambar alayhisalomga men to'g'riliq gap qilgan bo'lsang" dedim. Tag'am menga: "Alloh bilan qasamki, payg'ambar alayhisalom sendan yuz o'rgan hozirgidek ahvolda men payg'ambar alayhisalomga sen to'g'riliq hech nima deya olmayman. Lekin keyin fursat tepib deb baqarman. Men uni nihoyat hurmat qilaman ham uningdan ayminaman" dedi. Men uningga: "Undaqda meni kimga havol qilsan?" deb so'radim. U: "Ahvol yuqorida deganimdek, bundan boshqa bir nima deya olmayman" dedi. Men qattiq g'amga patdim. Birozdan keyin tag'amning o'g'li Alini ko'rib, uningga ahvolimni aytdim. Umu tag'amdekla so'zni qildi. Men tag'am Abbosning yiniga qaytib berib: "Sen payg'ambar alayhisalomning ko'nglini men uchun yumshatishga qodir bo'la olmasangmi, meni tillayotgan kishini tillashdan to'xtatsang" dedim. Tag'am mendan u kishining sifatini so'radi. Men mundaq shakldagi odamkan deb sifatlab berdim. Tag'am: "Bu Ansari Nu'man ekan" dedi-da, uning qishig'i berib, uningga: "Ey Nu'man, Abu Sufyan bo'lsa payg'ambar alayhisalomning tog'asining va mening qarinishimning o'g'li. Payg'ambar alayhisalom bugun uningdan ochiqlangan bo'lsa-mu, yana bir kunlar kelib uningdan rozi bo'lib qolar. Uni tillamasang" dedi. U shundala meni tillashdan to'xtadi. Payg'ambar alayhisalom Ju'fa degan joyga tushkun qilganda, men uning chidirining eshigi oldida o'ltirdim. O'g'lim Ja'far yonimda o'rib turardi. Payg'ambar alayhisalom har qitim ishigidan chiqib, meni ko'rgan hamonla yuzini mendan o'rib oladi. Lekin men uning roziligini olishdan umidsizlanmadim. U qandaqli bir joyga tushkun qilsa, men uning eshigi oldida o'ltirib, o'g'limni yonimda o'rib turg'izib qo'ydim. Payg'ambar alayhisalom burunqidek mendan yuz o'rayverdi. Bu ishlar bir mezgilgacha davom qilib, bu ishlar menga har kelganda ayolimga: "Alloh bilan qasamki, payg'ambar alayhisalom hamon bir kuni mendan rozi bo'ldi. Navoda rozi bo'lmay qolsa, o'g'limni ilib ochliq va usuzlik dardida o'lib ketganga qadar beshim qaygan taraflarga ketaman" dedim. Bu gapim payg'ambar alayhisalomga yetibdi. U menga ish og'irtibdi. U chidirdan chiqqanda mendan yuzini o'rimay, illiqini qarab qo'ydi. Hatto men uni kulimsiramdikin deb o'ylagan edim. Payg'ambar alayhisalom Makkaga kelganda menmo birga keldim. U masjidga kirmoqchi bo'lsa, men yugurib uning oldida kiratdim. Mayli qandaqli ahvolda uningdan ayrilmasga tirishdim. Hunayn kunda Arablar payg'ambar alayhisalomga qarshi undan burun bo'lib boqmagan darajada to'plandi. Ular bu qitimqi urush orqali
musulmonlarni butunlay yo'q qilib etishni maqsad qilishga edi. Payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan birga ularga qarshi urushga chiqdi. Menmi chiqdim. Men mushriklarning zo'r qo'shinini ko'rganimda Alloh bilan qasamki, men bu qitimqi jangda Payg'ambar alayhissalomga qarshi turib qilgan butun gunohlarimni yuydigan ishni qilaman. Payg'ambar alayhissalom mening qilganlarimdan o'zimi rozi bo'lgan ham Allohni rozi qilgan ishlarni ko'rdi, dedim. Urush bo'lib, qarshi tarafning hujumi kuchaygil turganda, mag'lubiyatga yuzlanganini ko'rgan musulmonlar Payg'ambar alayhissalomni tashlab ketib, bizga haqiqiy mag'lubiyat yuzlanishiga sababchi bo'lishga tasliq qildi. Payg'ambar alayhissalom urush maydonining o'rtasida o'zining kulrang xichirining ustida mazmut o'ltirib, o'zini va atrofdagilarni qo'g'digan holda, xuddi tog'dek hayvatlik qomat bilan qilichi orqali qattiq jang qilyotdi. Men bu chog'da etimdan sakrab tushib, qilichimning g'ilofini sundirib etdim. Alloh mening Payg'ambar alayhissalomning oldida o'lishga mong'anligimga guvoh edi. Bu chog'da tog'am Abbos Payg'ambar alayhissalomning xichirining cho'lurini tutgan holda edi. Men kelib Payg'ambar alayhissalomning xichirining so'l tarafdagi uzangisini tutgan, o'ng qo'lim bilan Payg'ambar alayhissalomni qo'g'dab, qattiq jang qilishga tushib ketdim. Qattiq urush qilayotgan meni tunuyolmay tog'am Abbosdan "Bu kim?" deb so'radi. Tog'am, "U sening qarinishing, ya'ni tog'angning o'g'li Abu Sufyan. Sen uningdan rozi bo'lsang", dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Rozi bo'ldim. Alloh uning menga qilgan butun gunohlarini kechirsin", dedi. Buni anglab, xushallikdan beshim osmonga yetdi. Men suyungunimdan uning o'zangidagi putlarini suyib ketdim. Shu an mening jang qilishga bo'lgan ishtiyoqim texam ortdi. Men mushriklar tarafga yo'lvas kabi etildim. Boshqa musulmonlarmo menga ergashdi. Hatto biz ularni bir parsax miqdori yiroqlikka chiqoqlab, terib bayron qilib etdik. Abu Sufyan Hunayn kundan boshlab Payg'ambar alayhissalomning haqiqiy roziligiga erishganligidan iborat ne'matdan xursand bo'lib va uningga hamroh bo'lishdek sharafdan baxtga erishib yashashga boshladi. Lekin u o'zining burun qilganlaridan xijolat bo'lganlikdan Payg'ambar alayhissalomga tikilib qaray olmadi. U islom keltirmay o'tkazayotgan kunlari uchun qattiq afsuslanib, kechalarini Qur'on tilovat qilish bilan o'tkazishga, Qur'on ahkomlarini o'rganishga otdi. Vaz nasihatlarni qabul qildi. Dunyoning huzur alovatlaridan qo'l o'zib, Payg'ambar alayhissalomga borliqini beg'ishildi. Hatto Payg'ambar alayhissalom bir kuni uning masjidga kirib ketayotganligini ko'rib, Oyshaga "Siz u kishining kimligini bilamsiz?" deb so'raydi. Oysha "Bilmayman, ey Allohning payg'ambari", deganda Payg'ambar alayhissalom "U kishi mening tog'amning o'g'li Abu Sufyan. Qarang, u masjidga kiradiganlarning avvali, shundaqla masjiddan chiqadiganlarning oxirgisi. U yerdan ustun qaramaydi", deydi. Payg'ambar alayhissalom bu dunyo bilan xo'shlashganda Abu Sufyan xuddi ona farzandiga qayg'urgandanmi qayg'urdi. Ma'shuqidan ayrilgan oshiqdan bakrak ichinib yig'ildi. Allohning elchisiga bo'lgan qattiq sig'inish, qiyolmaslik hasratlarini marsiya qilib o'qidi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu xalifalik qilayotgan mezgillarda u o'ziga o'lim elchisining yiqilib qolganligini sezgandek, o'z qo'li bilan o'z yerligini ko'ldi. Oradan 3-4 kun o'tibla ajal elchisi uning jinini olg'ili keldi. O'lish oldida u ayoli va bolalarga "Menga qayg'urmanglar. Men islomni qabul qilgandan beri faqat gunoh ish qilib boqmadim", dedi. Uning ruhi pok holatga ketdi. Uning vafoti musulmonlarga nihoyat og'ir keldi. Umar uning namozini tushirdi. Uning vafoti islom uchun bir yo'qotish edi. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Alloh uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari. Ketdi Umar Usmon nahdi qo'g'dab tek turib, ana 'Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari. Ketdi Umar Usmon nahdi qo'g'dab tek turib, ana 'Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari. 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 'Anas ibn Nazirda um